Senga yuborilgan buyurtmani oldingmi? Ha, uni oldim, lekin u juda ham og'ir ekan. Uni ichida nima bor o'zi? Kompas bor. Mohiyati nimada? Sen uni qo'lingga ushlaganingdan so'ng u seni kuzata boshlaydi hamda seni umuman qo'yib yubormaydi. Unda u sen bilan o'ynashadi hamda u paranormal hodisalar qila boshlaydi. Masalan, qanday? Misol uchun o'z aksini ko'rish hamda shunga o'xshash narsalar. U meni kuzatadi hammi? Ha, video boshida aytganimdek, u seni kuzatadi. Namuncha mijg'ov bo'lasan, o'zingni seriyoz tutsa bo'lmaydimi? Uzr. Uzr so'rashing shart emasdi, men prosta aytib qo'ydim-da. Buni qo'y, kompas tinchmi? Ha, u ovoz chiqargani yo'q, lekin u qandaydir tez aylanyapti. Nima? U odatga ko'ra man qimirlamaslik kerak. Bo'ldi, u to'xtadi. Qaysi tarafga qarab? Janub tarafga, ya'ni mening oynam tarafga. Nima bo'lganda ham sen u tarafga qarab yurma. U tomonda qandaydir paranormal hodisa bo'ladi. Bu aniq fakt bilan keltirilgan. Hozir mening gaplarimda qat bilan eshit. Bori. Morka, eshib qolish bo'lasanmi? Morka. Bularni ochaman. Mayli, bilganingni qil. Hop, qana. Qani nima bo'lar ekan, men o'zimga ham qiziq. Xo'sh, qani. Nima? Xo'sh, qani. Nima bor ekan? Nima bo'lar ekan? Nima? O'zimmi? U g'oyib bo'ldi. Ha, Morka! Bo'ldi. U g'oyib bo'ldi. Vahima qilishga shoshilmayman. Menimcha bo'lyapti. Mayli, u endi kelmaydi. Uni oldingmi? Ha, hozir yetkazib berishdi. Bu nima? Kompas. Afzalligi nimada? Har xil paranormal holat va anomaliyalarni topib bera oladi. Arvoh, maxluq va shunga o'xshash narsalar albatta. Uni ishlayotganini qayerdan bilaman? Agar hech narsani sezmasa, shunchaki qimirlamaydi. Lekin u hozir tinmay aylanyapti. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Uni aylanganini hech ko'rmagandim. Bu gaping bilan bu nimanidir sezdi demoqchimisan? Ha, ehtiyot bo'l. To'g'risi men ham bu narsaga ishonishga xohlamasdim, lekin bu juda ham qadimiy narsa. Bu to'xtadi va bir tomonni ko'rsatyapti. Yo'q, xudoyim, bu yomon. Faqat qo'rqmaslikka harakat qil. Ortiqcha harakatlar qilma, meni eshit. U tomonga borma, eshigingni qulflab, biror joyga yashirinib ol. Bu hazil emas. Har xil ovozlarga e'tibor berma. Agarda isming bilan chaqirishsa, nimani? O'zimni. Tushunarli, demak rost ekan. Ha, bu anomaliya 47. O'z aksini ko'rish. Bu oddiy narsa emas. Nima? Alo. Telefon o'chib qoldi. Necha sensiz yotolmam, seni boshdan otolmam. Bo'ldi, tugataylik, o'zim qo'rqishni boshlayapman o'sha. Blin, endi zo'r joyga kelgandik-da. 50 ming like bo'lsa davomini qo'yaman. 20 ta likedan keyin ikkinchi qism.